Assalomu alaykum hammaga. Biz navbatdagi kommunikativ xonadonimizga keldik. Bu xonadonimiz Shavotda ekan, bizani Moltop deb aytiladi. Bizlara bir 15 kun oldin murojaat etdi. Bugun bitirib topshirdik. Yangi zamin ko'chasi 6-uy. Buni 11 o'tdimi? Yangi zamin ko'chasi 11-uyga keldik. Bu xonadonimizga Noviki ketgan bo'lsa, hamma o'zlarimiz bilan olib keldik. O'zimda bir 2 dona batareyasi bor ekan. O'zindagi bor batareyasini o'zina ishlatib berdik. Qolgan vajlarni o'zlarimiz bilan ishlatdik. Shunday ishlatibini o'zini ish registri bor ekan, o'zini ishlatib berdik. Endi bu yoqdan ham bir batareyasi bor ekan, lekin uni olib tashladik-da, kuxnisini o'tirib bu yerda o'zlarimiz batareyani qo'yib berdik. Kim shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga bog'lanaverasizlar. Bu xonadonimizga 90 dona batareya gitti. İnşaatımına demir sistemadan iş turbaları özünde var edi. Yine şöylece turbası var edi, yine böylece turbası var edi. Kalan hem yerini özlerimizden işlettik. Bu xonadonimizga 27 milyon 200 ming so'm pul chiqdi. 90 dona batareya gitti. 30 metr 32'lik, 35 metr 25'lik iş özler işletilende bizden. İnşaatımına beklanan inşaatımına batareyalarını koyup qo'ldan kelgancha akkuratni etib ishladik. Neni ağa, shu otobliniyalar ham yer normalniy qizdimi? Esa shu otobliniyaga 1 yil cheklanib, nov kamisi bo'lsa bemalol murojaat etaverasiz. Yine ham yurtlar ko'rib tursalar, bu yoqning o'zida shu batareyasi bilan, ya dalanda turgan batareyasi bor edi. Qolgan hamma o'zini o'zlarimiz bilan olib keldik. Xudo xolasa, shu nov kamislari bo'lsa, boshqa turdagi nelari bo'lsa, bemalol murojaat etsangizlar, qo'ldan kelgancha yuvarib beraman. Endi ara-tura birlari hozir srochniy keldi-da, srochniy sezon bo'lgani qo'lim netmin turibdi. Shuni alashtirmaysizlar. Endi sizlar ham o'zlarimiz ishlab turadigan teplo Shavot kotyolini ko'rsatib o'tsam, kotyolimiz bu xonaga qaraganda kattaroq kotyol qo'ydi. Sebebi kömürni ekonom variantda ishlatsin degan maqsadda teplo Shavot kotyolini ustanovka etdik. Yeni shunda beni qo'ldan kelgancha akkuratni etib ishladik. Kim shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarga bog'lanaverasizlar. Nosozlarni qo'yib, yana shu bypasslarni qo'yib, yana shunda ishlatdik yana. Shuni bilan bizani Moltopdagi 3 adamımızdan bir yerde ishlab turadi, bir yilda 3 tam yine bitirdi. Endi 4-chi namiz ham ishlab boshladi. Xudo xolasa uni ham bitirganni videosini tashlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.